Marg'ilonga yangi magazin ochilibdi deyishuvdi. Yaxshi pul topishni boshlasam ota-onamga qimmatbaho sovg'alar olaman deb niyat qilib yuruvdim. Yo'lim tushib qolgan ekan, bitta kirib o'taychi. Assalomu alaykum, Hormel aka. Alaykum assalom, keling, nima xizmat? Aka, onaxonga telefon olmoqchi edim. Samsungda eng oxirgi chiqqanlardan bormi? Sizlarni maqtashganiga keldim. Onaxonga bo'lsa, mana shu telefonimizni ko'ring, yaxshi telefon. Onamga anchadan beri shunaqa yangi telefon olib beraman deb niyat qilib yuruvdim. Menimcha onamga ham mana shu telefon yoqsa kerak. Bo'ldi akajon, shuni o'rabering. Keyin dadamga ham soat ko'rsak bo'ladimi? Bo'ldi ukajon, dadangizga bo'lsa soatlarimizni turi ko'p, mana har xil soatlarimiz bor. Lekin men sizga dadangizga bitta ajoyib soatimiz bor, shuni tavsiya qilaman. Mana ko'ring. Dadamga nima olishdan ancha o'yladim. Menimcha mana shu soat dadamga ham yoqsa kerak. Ko'rinishi ham chiroyli ekan. Aka, singlimga ham Dyson olmoqchi edim. Sizlar reklamalarida ko'rdim, Dysonlar bor ekan. Men uncha tushunmayman. Shunga ma'lumot berib yuborsangiz, ma'qul kelsa, Dyson ham olib ketardim sizdan. Ha, uka, mana короче, Dysonni ham maqtashgancha bor ekan. Menimcha singlim ham ancha xursand bo'lsa kerak. O'zimga ham juda ham yoqdi. Shuni tavsiya qilaman. Katta rahmat aka, nasabayilni maqtashgancha bor ekan. Xudo xolasa boshqa narsalar olgani ham yana kelaman. Rahmat aka, rozi bo'linglar. Baribir qancha pul topganimiz bilan uydagilarni xursand qilib, ota-onani duosini olishga yetmaydi.